O'rtoq jinnimisan? Shu gap deb erim bilan ajrashib ketmasam bo'ldi. Yo'q, bolalar ham bunchalik ko'p joyxonada o'tirmaydi-da. Yo'q, oyiga 15 kun gapdamiz. Hisob bormi o'zi? O'rtoq jinnimisan? Erim boshqa pul bermaydi. Nima? Janjal qiling. Shu joydan-a? Janjal qilsam pul beradim. Sinalgan usul? Menga qara, janjal qilaman deb choyni piyola bilan o'pishib ketmay tag'in. Menga qara, agar pul olaman deb o'lib ketsam, seni ham uyga borib o'ldiraman. Qittig'lab o'ldiraman. Davay. Hozir janjalni itini qilaman. Nima desamikin? Hozir $100 olaman. Yo'q, $200 olaman. $500, $1000 olaman. Enamiga ketaman deb qo'rqitaman. Xotin? Dadasi, sizga bitta savolim bor-da. Mabodo cho'chqaga aylanib qolsam, shunda ham meni sevaverasizmi? Azizam, sen cho'chqa bo'lib qolsang ham, seni laring bilan sevaman. Yo'q, agar molday semirib 180, 190 kilo bo'lib ketsam-chi? Azizam, 1 tonnalik begemot bo'lmaysanmi? Seni mana shu po'rsillashlarning bilan sevaman. Yo'q, agar 150 ga kirib, qarib kampir bo'lib ketsam-chi? Sen 500 ga kirmaysanmi? Menga farqi yo'q. Men butun umr kampirlar bilan yashash orzu qilganman. Kampirlarni sevaman. Yo'q, meni shunchalik sevasizmi? Go'zalim, seni daydi itday yaxshi ko'raman. Balucham, qayoqqa? Qo'llarimni o'ynatib sizga bir osh qilib bering. Jinnicham, pul kerak emasmi? Voy yo'q, sizdan umuman pul kerak emas. Naborot, men o'zim sizga beraman. Xudoga shukr, ketdi. O'rtoq, o'xshadi. Rostdan ham bor. Qizlarni ajalim ham bor-ku. Bitta star, bitta bastar. Sen bitta zat var, hech kimga ayta astarta. Alo. Alo, xotining meni qo'limda garovda. Nima? Короче, xotiningni sog'lom ko'rmoqchi bo'lsang, $50,000 berasan. Qancha? Sen jinnimisan? Nima mol bozorga bormagansan, ha? Mol sotmagansan? Qimmat, tushirsan. Men dal ahmoq bu. Bo'pti, 40,000 berasan. Gayak. Hali xotinim seni qo'lingdami, yo'qmi, men bilmayman. Lekin 40,000 qimmat. Nima, sen menga ishonmayapsanmi? Gapir. Ishondingmi? Hozir sun'iy intellekt ko'payib ketgan. Lubboy odam ovozini o'xshatsa bo'ladi. Agar ishonmasang, barmog'ini kesib jo'nataman. Barmoq? Hozir borku lubboy odamda barmoq bor. Uni barmog'imni, boshqani barmog'imni qayerdan bilaman? Nima qilsam ishonasan? Kallasini jo'nat, sirraz ishonaman. Bu tom ketib qopti buni. Qiz. Ering bilan qo'shmazor bo'l. Qaytib ko'zimga ko'rinma. U meni lo'q deb o'ylayapti. Axir men mol bozorda ishlaganman-ku. Kallasini jo'natib yuborishsa. Aka, Yo'tal kelsang bo'lmaydimi? Odam qo'rqib yording. aka, boyadan bir yo'talyapman. Men bu tomog'im yirtilib ketdi. Tomog'i yirtmasa ismimni aytsang ham bo'lardi. Nimaga? Aka, dadam siz bilan shunaqa faxrlanadilar. Oyimni aytmaysizmi? Oyim ham siz bilan juda ham qattiq faxrlanadilar. Hattoki men ham ko'chada o'rtoqlarimga mana shu meni akam deb faxrlanib yuraman aka. Yo'q. Sen-a? Ha aka, men siz bilan g'ururlanaman. Sizchi dadamdan keyin oilamizda ustunisiz. Shu gaplarni gapiryapsanmi?
aka, mana hozir men o'qiyapman-da, lekin bir kun kelib men ishga kiraman. O'shanda itday ishlab sizga o'zingiz yoqtirgan BMW mashinangizni olib beraman. Shunda o'sha paytlarda men tirik bo'lamanmi? Конечно, brat. Faqat ungacha $100 berib turing. Hozirda singlim, hozir. Aka, boya sizni ovraqimni deb cho'ntagingizdan oldim. Xavotir olmang, BMWni aniq olib beraman. Rahmat aka. To'xta. To'xta. Menda boshqa pul yo'q, o'zim kerak. To'xta, to'xta. It's the one and only the Double G.